Bismillahirrohmanirrohim. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu xalifa edilar. Eshitib qoldilarki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kasal bo'lib qoldilar. Abdulloh ibn Mas'ud cho'pon bo'lganlar. Oyoqlari kichkina bo'lgan. Ingichka odam bo'lgan. Nozik odam bo'lgan. Lekin tavakkullari pahlavon odamlardan ham kuchli bo'lgan ekan. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'udning uylariga borsalar, oxirgi nafaslari kasal bo'lib yotibdilar. Sizga birorta tabib olib kelaymi deydilar. Menga dardni bergan tabibning o'zi-ku, ya'ni Allohning o'zi-ku, shifoni ham o'zi beradi dedi. So'ng Hazrat Usmon radhiyallohu anhu sizga biror bir yordam kerakmi dedi. Endi menga faqat Allohdan boshqasi yordam bera olmaydi, ya Usmon dedilar. Sizga bir dunyo pul beraymi dedilar. Bir dunyodan yordam beraymi deydilar. Ya xalifa, men dunyo kerak bo'lmagan joyga ketyapman dedilar. Sizga kerak bo'lmasa bolalaringizga kerak bo'lar dedilar. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Hazrat Usmon radhiyallohu anhuga qarab, meni 5 ta qizim bor. Mendan keyin qizlarim qashshoq, kambag'al bo'lib qoladi deb qo'rqyapsizmi? Allohga qasamki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman. U zot shunday deganlar: kim har kuni kechqurun sura-i Voqeani o'qiydigan bo'lsa, Alloh uni hech qachon kambag'al qilmaydi deganlar. Men mana shu narsani farzandlarimga o'rgatib qo'ydim. Qizlarim har kuni sura-i Voqeani o'qiydilar. Ular hech qachon kambag'al bo'lmaydilar dedilar. Qarang azizlar, bu qanday ham go'zal iymon, ishonch, tavakkul. Biz sura-i Voqeani 14 asr bo'ldi nozil bo'lganiga. Rizq talab qilib yugurib chopamiz u. Lekin kechqurun bo'lganda Voqea surasini o'qisak, kambag'al bo'lmasligimizni xayolimizga ham keltirmaymiz. Lekin boylik berguvchi ham, rizq berguvchi ham, baxt, saodat berguvchi ham Alloh. Shunday ekan azizlar, Allohga tavakkul qilaylik. Alloh azza va jalla aytganidek, "Estaizu billah, va man yatawakkal alallohi fahuva hasbuhu." Kim Allohga tavakkal qilsa, Alloh uni hisobga oladi. Alloh uni rizqlantiradi. Faqatgina Allohga tavakkal qilganlargagina Alloh azza va jalla rizqini, baxtini, saodatini mo'l-ko'l qilib beradi. Allohga tavakkal qilaylik. Tavakkalna alalloh va ni'mal vakil. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.